Xashak tovuqlar ham bor ekan ichida. Birikta bor. Bular ichida kurgub bo'lgani yo'qmi? Kurkillab tuxum bosaman degani. Kayaklar mana xashak, mana shular tuxum zo'r jotda aka. Bolalar onami. O'zini bolalarim zo'r jotda. Bu xo'roz qanaqa xo'roz bu boshqacha ayvat, juda tikka. Tojlari ham tikka bir. Kilasi ham 5 kilodan og'ir ekan, ha? 5. Ammo tulag ekan. Necha yil bo'ldi bunga? O'tgan yil bahorda olib keldim. Ana shahar bolalar. O'ni makan, toza makan, ha? Dakan. Shuni bolalari bor. Shuni bolalari bor. Bu kichkinasi, ha? Bu xo'roz o'zi baquvvat ekan-da, ammo. Nima ekan bu zot o'rtoqlar, shamomi ekan, zotini bilmaysiz-a? Bilmayman-ku senga. O'zingiz ko'rib bering. Omaligi hashakka chachishganman, shunaqa zotlar bor o'zi. Yirik narsa, qarang, tojini qarang, pilotkani. Bular ham yaxshi. Yo'l. Ha, yo'llari ham yaxshi o'yinlari. Videosi yo'qmi sizda? Deb ko'rib. Endi davomidagi videosidan Bo'lsa menga tashab qo'yinglar, ko'rib qo'yamiz. Yamashlami? mana bolalari bor. Mana bolalar, ha, mana uchalasi ekan-da. Mashina. Mashxolazlar ekan. Bola ochganda ana toza ekan. Biraz olsa qo'yilaveradi yani. Hozir mashxolasida boshqa yo'q sizda, to'g'rimi? Bu bolalari, mana jo'jalari. Bu ham xo'roz ekan. To'y bor, Mana ham xo'roz ekan. Mana. Xo'roz ekan. Qolgani makan ekan. O, nima ekan? Tuxum ekan makonlar? Endi kelar. Endi kelar ekan tuxum. Xo'roz qo'zlar qanchaga berasiz xo'rozni kattasini? Endi ko'men bilmayman, endi siz bilasiz, olsanlar men. Mozorda ham bilmayman. Prosta ishqo'shilikda ikkita olib keladi. Ha. Keyin o'shani hozir ko'rdingizmi? Tozadan nima? Makiyonni. Ha. To'g'rimi? Ha, makiyon. Ha. Makiyon ochtirdim haligi. Ana bolalar oltita toza bolasi bor. Makiyon yaxshi ekan ama. Yaxshi toza shu. Toza makiyon. Ochib chiqqan nimasini aytaymi? Ha. Ana agar o'rtasida bor, o't ichida 21 kun yashaydi. Ha, o'zi joy qilib, ha? Ha, mushuk-pishiqdan ham qo'rqmaydi bu. Qo'rqmas ekan. Yaxshi ekan. Ana ovoda yeb ketdi deb qo'rqmaydi-da. Xo'roz yirik ekan, tulak ekan o'rtoqlar. Ishqiboz bizlaring aloqaga chiqasizlar, pochta qilib beramiz, narxini gaplashamiz. Bilmayman deyaptilar narxini, men ham buncha narx degani hijolat. Mana shu ham xo'rozmi? Makiyon ekan. Xo'roz ekan, xo'roz ekan bu ham. Makiyon kerakmi, juda kerakmi, sotib yuborilaverar ekan. Ko'p ekan, aloqaga chiqib qo'rasizlar. Gaplashamiz u yog'ini.